Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtlar xayrlik bo'lsin. Biz bugungi darsimizda olma telefon ishlatan qarindoshlar uchun YouTube, Facebook, Instagram, Twitter qatorliq applardagi rasm, mayli video bo'lsin, mayli Instagramdagi ma'lum kishilarning bosh surati bo'lsin, bularni telefonimizga qanday tushirganligimizni ko'rsatib o'tmoqchi. Oldi bilan biz birlikda App Store'ga boraylik. Ochgandan keyin bu yerga biz kestirmalar deb bosamiz. Bununki tushirish adresini bevosita adres holatda, ya'ni link holatda men mazkur videoning ostiga qo'yma. Shu yerda bevosita bisish orqali tushira olasizlar. Oldi bilan buni ochaylik. Qarasanglar ostida Apple deb yozilgan. Olma tarafdan e'lon qilinganlik uchun xotirjam tushirib olsanglar bo'ladi. Ostida qaraydigan bo'lsak, bu yerda bu appni qo'shish uchun iOS 12 va undan yuqori nashrni qachlashni talab qilibdi. Biz birlikda bu appni tushiraylik. Mazkur appning sig'imi 141 megabayt bo'lganligi uchun biroz osti bo'lishi mumkin. Qaragan bo'lsangiz tushib qoldi. Biz bevosita appni ochaylik. Ochganda qarshilish ekrani bu shaklda. Bevosita buni bosamiz. Va qarasanglar bu yerda qup-quruq. Bu yerda xohlagan qistirmalar bor. Qarasanglar nurg'ulg'an iqtidorlardan foydalana olasizlar. Biz birlikda YouTube, Facebook, Instagram, Twitter'larningki qistirmasini qachalaydi. Oldi bilan birinchi adres Facebook'nikini qo'shaylik. Qo'shdim. Ikkinchi Instagramning bosh surat. Buni qo'shdim. Uchinchisi Instagramdagi video va rasmlarni tushirish. Buni qo'shdim. To'rtinchisi YouTube'dagi videolarni tushirish qistirmasi. Buni qo'shdim. Beshinchisi Twitter'dagi video va rasmlarni tushirish qistirmasi. Buni qo'shdim. Qarasanglar 5 dona qistirma qo'shilgan bo'ldi. Endi biz bir-birlab ishlatib sinab boqaylik. Oldi bilan YouTube'ni ochay. Qarasanglar YouTube kanalidan biz birinchisini bosaylik. Bu yerdagi boshqalarga avatish, ya'ni paylash. Buni bosamiz. Bu shaklda chiqsa, biz sol tarafga serish orqali 3 dona chekitni bosamiz. Bu chekitni bosamiz. Bosgandan keyin bu yerda kestirmalar deb chiqibdi. Agar bu chiqmay qolsa, daha fazlani besib bu yerdagi kestirmalar deganni aktivlashimiz kerak. Tamomlab bo'lgandan keyin bevosita kestirmalarni bosamiz. Bosgandan keyin bu YouTube'ninkini bosamiz. Bu şekilde tushirish beryapti. Hozir bizga eskartish chiqdi. Birinchisi boshqalarga avatish, ikkinchisi albomga saqlash. Men albomga saqlay. Bu şekilde albomga rasm saqlashni bizdan talab qilyapti. Biz bunga qo'shilamiz. Birlikda qarab boqaylik. Qarasanglar nihoyat normal bir şekilde tushiribdi. Endi biz Facebook'ni sinab ko'raylik. Facebook'ni ochgandan keyin har qanday bir videoni ichib bu yerdagi bahrlash maskandan keyin eng astidagini bosamiz. Agar bu yana aktiv bo'lmagan bo'lsa, 3 dona chekitni besib, bu yerdan besib, yeşil holatda aktivlashimiz kerak. Buni aktivlab bo'lgandan keyin Facebook'ni bosamiz. Hozir tushirish beryapti. Bizga ikki tanlanma chiqdi. Birinchisi video, ikkinchisi ovoz. Biz videoni tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin ustida qarasanglar, bu videoni tushib bo'lganligi haqida bizga uqtirish keldi. Shunday qilib Facebook normal shaklda. Undan so'ng biz Instagramni ko'rib boqaylik. Instagram ochgandan keyin qarasanglar bir dona rasm
ve bir tane video varken. Biz bunu paylaşılmasımız bu yerdeki ulanish adresini köpeytimiz. Eğer bunda çıkma kapkasa bunu biz şarkılıkmı köpeytalıyız. Birincisi şu veya ki ikincisini biz şarkılık bevasıta kestirmelerini tapalayımız. Kestirmeler ve Instagram download. Qarasanglar tushirib bo'ldi. Qarasanglar albomga aytib normal shaklda saqlanibdi. Undan so'ng biz Twitterni sinab ko'rib boqaylik. Bu yerdan bir tane video topib, masalan, bu videoni sinab boqaylik. Bu evet belgisini basgandan keyin eng ostidagini besib, bu yerdan yana kestirmalarni tepib, bu yerdan Twitter yana basgandan keyin aniqlikni tanlash burchi beribdi. Bu yerdan eng yuqorisi üstüdekisi eng aniq holatda, o'rtadagisi normal, ostidagisi aniqlikqa biroz to'g'ri holatda. Biz o'rtadagini tanlaylik. Tanlagandan keyin tushirib bo'ldi. Qaragan bo'lsanglar, bu yerga ham normal bir shaklda tushirib bo'lgan bo'ldi. Bugungi darsimiz mush yergacha bo'lsin. Texnik ko'p qarindoshlarning foydalana olishi uchun kanalimizni tavsiya qilishni, yangi darslardan vaqtida xabardor bo'lishingiz uchun kanalimizga ergashishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.